Bu mening ko'ylagim. Javob nima qilyapsiz? Ma ol buni. O'zingga yangisini olasan. Kechirasiz, lekin bu juda ham ko'p. Iltimos menga yordam bering. Ha, unga yordam ber. Mening ishtahamni buzmasin va bu yerdan chiqib ketsin. Chunki bu yer meniki va mening restoranim. Bu yerda mening qoidalarim o'tadi. Tushunarlimi? Bu yerdagi hamma narsa menga tegishli. Yo'qotishingiz mumkin. Yo'qol bu yerdan. Unda yashash uchun deyarli vaqt qolmaganda, men ham tez orada hamma narsamni yo'qotaman. Qasam ichaman, men unga hech nima qilmadim. Qarang, o'tirib ko'rdingizmi? Men aybdormasman. Ahmoqmisiz? Unda 4-darajadagi saraton bor. Ziyofatingizga qaytishingiz mumkin. Yoki qayerdan kelgan bo'lsangiz o'sha yerga. Shoshmang. Nima dedingiz? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Sizdan kechirim so'ragani kelgandim. Kechirishni xohlaysizmi? Sizni kechirolmayman. Bo'lgan niyatim eng so'fi siz restoranga borishingiz. Rahmat. Hammasini barbod qildingiz. Sizdan yana bir bor kechirim so'rayman. Sizni hech qachon kechirmayman. Bu yerda nima bo'lyapti? Agarki restoranga bora olmasangiz, uni shu yerga olib kelishimga ruxsat bergaysiz. Mayli, lekin ikkita talabim bor. Yaxshi, ayta qoling. Birinchisi menga ko'ylak. Ortingizda. Ikkinchisi kelishgan yigit bilan ovqatlanmoqchiman. Tanishaymiz, kela qol. Yo'q, men sizni nazarda tutgandim. Hali hech qaysi ayolning menga bunday muomala qilishga jur'ati yetmagandi. Ochig'i bilmadim. Bu qiz meni o'ziga qanday rom qildi. U boshqalarga o'xshamasdi. Bu yerda nima qilyapsiz? Men shunchaki sen bilan birga bo'lmoqchiman. Mening bor yo'g'i 3 kun umrim qoldi. Mana shu 3 kunni hayotim davomida bir umr yodda saqlayman. Menga qarang, uni qutqarib qolishning biron bir yo'li bor deng menga. Parijda sinov tariqasida o'tkazilayotgan davolash usuli bor, lekin ular kafolat berishmaydi. Bu davolash puliga siz 3 restoran ochishingiz mumkin. Bu sizga qimmatga tushadi. Iltimos, yo'q demang. U uchun hammasiga tayyorman. Xonim, men sizni shifokoringizman. Ismim Julia. Narigi dunyoda fransuz tilida gapirishni Qo'rqma azizim, sen narigi dunyoda emassan. Sen Parijdasan. Oy, tinchlan. Aytgancha, bugun allaqachon 4-kun. Go'zalim. Xo'sh. Tuzalganimdan keyin kechki ovqat uchun restoranga bora olamizmi? Endi mening restoranim yo'q. Lekin Alloh menga sendek farishtani yubordi. Hozir menda sen borsan.